Pakamni bir qandirib olay degan jafokash ustamlar bormi? Bo'p qolsanglar bir tonni yurganlar bir tonna. 2024-yili 172 ming koy degan mana fa degan pul qo'yibdi ekan. O'ylab beqinglar. 172 ming koy olgan narsa biz 50 ming koyimni tikib chiqdim. Mana 100 ming koy yo'qolib ketdim. Yela tas qapda 170 ming koy yo'qolib ketdi mening. Hozirgi bahasi o'qib qolsa 50 ming koy namasida. Ana shu 6 raqamni ravrush yo'llagan do'stlar olib qolsa 40 ming koy namasida bir o'timiz. 2024-yilda zavoddan chiqqan. Apirib ishlatsangiz normal jiza. Qolgan bir bo'lmay qolgan yerini 2-3 ming koylik boyan qilsiz. Boyandan turib deb kelsangiz ishingizni qilaverdi. Ham yaltira qilish mashinasining japasini ko'rib baqay. Bilib baqay mashinasi pul topalam davomida olib qolsa, avval mana yapinglar. Maningda japasini ko'rib, ma qo'lni yig'i qora, o'yga sanglar xotninglar. Ma gul degadak yetgandan keyin azam yaltira qilish mashinasi manda bo'ldi ekan deb o'ylaysizlar. Bo'lto 172 ming koy qolgan odammi? Shunda aqlli odamda. Nima ish qilib yarmay qoldi? Birinchisi, ma jonda mening yengilnish bekti zop ketdi. Ikkinchisi o'qib qolsa, mamamda uzun ko'ziga sat ko'rinib qoldimi, uni qamay qoldim. Mani 100 ton bir setversangiz deb aytibdi. Mana shu 40 ming koyning ostiga bergan set yutmasliga. Ne demek qolsanglar, yajoni ko'mda atsizlar, mashinaga besfirman aktsiya ketsanglar bo'ldi. Chiqqan yil nomisi 2024 9-oy. 2024 9-oyning mayli ma'vo. 50 ming koy davlatdan to'liqlam bergan, 50 ming koy nep qolgan. 122 ming koy to'xtagan molni sizga 40 ming koyni ostiga bersam olamsiz. Agar mushna satsam, haqqi qanchalik ziyon qildi, meni bir o'ylab beqib, tumi yog'andima yuragimni tutib beqib, anzam elishni umid qilaman. Qo'llab bergan do'stlar ko'pdan ko'p rahmat. Oladigan do'stlar olib qolsa 180 94 95 58 58 to'g'rilan. Ulardan boshqa uyanglardagi har qanday mushna bo'yicha ikkinchi qo'l tumilarni yangisi almashtiramiz. Bizning Vanhumlarga link kartoni mayli 260 bo'lsin. Mayli 210 olsun. Bizden Yakandan bir tal dukan bilan o'tib qolmanglar. Yakandagi dukan bilan mush Oqsuv dukandagi mallarimiz o'xshash, bahasi o'xshash. Ya'ni azan qilib qurashib qolsa, udul menizni sanglar bo'ldi. Yakandam naqmal va Oqsuvim naqmal va u ballim mulozimat eng yaxshi qildi. Ammo to'van mulozimat eng yaxshi. Nima qiladi endi yangidan shirkat qurib, yangidan shirkatni gullandirmak shuna taskan. Qo'llab turgan akalarimga ko'pdan ko'p rahmat.